Assalamu alaykum savaqdaşlar. Usulul fiqh derslikimizning 5-dersiga hoş geldinglar. Biz bugün kalam haqqida to'xtalamiz. Endi biz bugün nima uchun kalam haqqida to'xtalamiz usul fiqhda desa, buningki usul fiqhga munosabatli tarafi bo'lg'achqa to'xtalib o'tib ketamiz. Nurg'un gaplar sizlar grammatika o'rganib bo'lgan va balog'at ilmini o'rganib bo'lgan bo'ladi. Shunga ya'ni ko'p to'xtalmay o'tib ketamiz. Kalam degan nima desa, al-lafzul mavdu li ma'na. Bir ma'no uchun qo'yilgan lafzi. Shundaqo. İstilahi kesbi cihati qilingan gap al-lafzul mufid. Foydali bir lafzi nima bo'ladi? Kalam bo'ladi. Masalan, Alloh Rabbina va Muhammad nabiyuna deganga o'xshagan. Wa aqall ma yata'allafu minhu al-kalam. Uningdan so'z tuzilgan eng oz o'lcham isma. İki isim yoki bir isim, bir fiil. Birincisining misali, ya'ni ikki ismdan tuzilganning misali Muhammad Rasululloh deganga o'xshagan. İkincisining misali istiqomi Muhammad deganga o'xshagan yoki Muhammadun zahaba deganga o'xshagan. Kalamning birligi kelima. Kelime degan nima? U mufrad bir ma'no uchun qo'yilgan lafzi. Bu qanchalik bo'ladi? Ism, fiil, harf. Biz buni bilib qo'ygan shunday. Ism degan nima? O'zidagi ma'noga zamonga ishorat, zamonni bildirmasdan dalolat qilgan narsa. U uch turlik bo'ladi. Birinchisi mana ma bizningki ma usul fiqhga aloqador bo'lgan qismi. Ism uch turlik bo'ladi. Birinchisi umumiylikni bildiradigan ismlar. Masalan, ism mavsul o'xshash. Masalan, allazina amanu desa, iymon etgan kishilar desa, bütün iymon etgan kishilar qanday qildi? O'z ichiga oldi. Ism mavsul umumiylikni ifodalaydi. Undan boshqa masalan al val asr deganiki al masalan. İkincisi ismlarning ikkinchi turi ma yufidul itloq. Mutlaqlikni qanday qiladigan? Bildiradigan. Mutlaqlik degan gap qanday desanglar? Masalan, isbotlash siyaqidagi nakiraga o'xshash deydi. Masalan, rajulun desam ism shundami? Bu nakira. Ama mutlaqlikni bildiradi. Mutlaq, ya'ni muayyan bir odam emas, mutlaq kim bo'lsa. Masalan, akrim rajulan desam, bir odamni hurmatla dedim. Oldimda 100 odam bor. Bu isbotlash siyaqida, ya'ni bekitish siyaqida hamma odamga tushadi, ammo bir odam. Ama bu bir odamchi muayyan emas, mutlaq. Hamma odam emas. Hamma odam bo'lgan bo'lsa, bu umum bo'ladi. Mutlaq deganimiz isbotlash siyaqida, ya'ni cho'qim bir odamda to'xtash kerak, ammo u bir odam muqim emas, mutlaq. Demak, ismning anda ba'zilari mutlaqlikni cho'q bildiradi. Uchinchisi xususni ifodalaydigan so'zlar. A'lamlarga o'xshash, xassimlarga. Muhammad, Ahmad degan o'xshash. Bu xususlikni ifodalaydi. Ahmadni hurmatla desam, faqat Ahmadga qaratildi, boshqa kishilarning uchun o'z ichiga olmaydi. İkincisi pil degan nima desa, o'zidagi ma'noga, o'zining hay'ati bilan o'z zamonning biriga ishorat qilish bilan, bildirish bilan dalolat qilgan narsa. U mozi bo'ldi, fahimaga o'xshash, muzari bo'ldi, yafhamuga o'xshash, amr bo'ldi, ifhamga o'xshash. Pil o'zining qismlari bilan mutlaqlikni ifodalaydi. Umumlikni emas. Masalan, Sama Muhammad desa, ro'za tutdi shundaqo. Ro'za tutdi. Bu mutlaqlikni ifodalaydi. Hamisha ro'za tutganligini emas, ro'za tutdi, ma'lum bir kun qanday qildi? Ro'za tutdi. Ammo ma'lum qurilmalarning biriktishi orqali fe'lmi umumlikni ifodalaydi. Umumlikni ifodalaydi. Wal harf, shunisi harf, ma dalla ala ma'nan fi ghayrihi. O'zdagi bir ma'noga emas, boshqalardagi ma'noni bildirib turadigan, ya'ni boshqalar bilan birikib, undan bir ma'no ifodalab turadigan kelimaning bo'ldi, harf bo'ladi. Masalan, vav, hamda vavninki usul fiqhga aloqador tarafi, ya'ni harfninki usul fiqhga aloqador bo'lgan tarafiga keldik. Masalan, harflarning qatori nima? Vav. Bu grammatik jihatdan nima bo'lib keldi? Atifa, bog'lig'i cho'p keldi. Hamda hukm jihaticha fatufidu ishtirakil mutaatifin fil hukm. Hukmda atf qilg'uchi va atf qilinguchininki o'rtaq shirk bo'lganligini ifodalaydi. Masalan, a'tiqu Zaydan va Muhammadan desa bir odam. Men Muhammad va Zaydni bir ikki qulimni ozod qilyaptim degan bo'lsa, masalan, bu ozod qilishga hukmda ikkisining nima o'rtaq ekanligini yoki masalan, men ikki binorimni qanday qildim? Vaqf qilyaptim desa, masalan, bu shunga o'tsa vakil shundaqo, masalan, bu vaqf degan bu hukmda ikkilasining o'rtaq ekanligini qanday qildi? Bildiradi. Bu tartibni ifodalamaydi va tartib emasmi degan olmaydi. Masalan, ya'ni amaliy misol bilan keltirib bersam,
İnnemes sadaqatu lil fuqara'i vel mesakin. Kur'an-ı Kerim'de zakat kimlerge? İnnemes sadakat lil fuqara vel mesakin. El fuqara vel mesakin otursundan ba vo ba. Bu yerdeki vo bağlıqçı deymiz. Ama zakatni kim göremiz? Faqirlarga, miskinlarga, şunun keyindeki 8 türlük kişilerge birimiz. Şunda go. Hammasini otursun vo kelgan. Endi bu tertibni bildiramdi. Ya'ni zakatni oldidan faqirlarga, andaki miskinlarga moda biramdi? Yo'q. Bu atifa. Ammo nima emas? Wala taqtadi tartib. Tertibni ifodalamaydi, talab qilmaydi. Oldidan faqirlarga, andaki miskinlarga biring degan gap emas. Wala tunafi. Tertibning qarshi ish qilgan gap emas. Bu faqat bog'lab beradi. Tertib yoki emas degilolmaydi uningki. Unda tertib bo'yicha biring, ammo cho'qim tertib bo'yicha bermangmi degilolmaydi. Xolisang tertib bo'yicha bersin bo'ladi, xohlamasangiz shu tertib bo'yicha bermasin bo'ladi. İlla bir delil. Onu delil bilan qilamiz, ammo voning o'zilam nimani bildirmaydi? Tertibni bildirmaydi. Alfa. Fa'mu atfa, ya'ni bog'liqchi, ammo buning o'xshamaydigan tarafi. Buni o'xshashlar hukmda atf qilinguchi va atf qilguchining o'rtaq ekanligini ifodalaydi. Ma'at tartib va taqib. Bu tertib bilan. Agar fa kelib qolgan bo'lsa hukmda oldidan birinchisiga, o'rnidan ikkinchisiga birimiz. Wa ta'ti sababiyya fatufidu ta'lil. Fa sababiyat uchun keladi va ta'lil illatni bildiradi. Biz buni grammatikada o'qidik shundaqmi? Üçüncüsü lamul jarra. Onun nurgulgan ma'nilari var, ma'an deydi. Ma'nilari var. Onun qatoridan ta'lil illat uchun keladi. Temlik uchun keladi. Ya'ni ning ibahat uchun keladi. Masalan, walil insan ay yusalli nafila. İnsan nafil namoz o'qisa bo'ladi. Masalan, lil insan mubah. Dördüncüsü ala. El jarra zarqlovchi ala. Onun bir qancha ma'nilari var. Amma alaninki vaciblikni bildirdi. Kutiba alaykum. Kutiba alaykumus siyam. Sizlarga roza qanday qilindi? Vacib, ya'ni farz qilindi. Bu yerdagi vacib farzni bildiradi. Farz qilindi deganga o'xshagan. Endi kalamni stilistik e'tibori bo'yicha 3 qismga bo'lamiz. Biz buni balog'at darsimizda o'qib bo'ldik. Kalam uni rostlik yoki rost bo'lmaslik sifati bilan ikki qismga bo'lamiz. Xabar va insho deb. Xabar deganimiz uning o'z zatida degani shu xabar berguchiga qarab rostchilik yoki yolg'onchilik bilan qanday qildi suhbatlash mumkin bo'ldigini. Masalan, Muhammad zahaba desak, Muhammad ketdi desak, ketgan bo'lsa rost debdi, ketmagan bo'lsa yolg'on debdi deyildi. Lizatihi degan gap xabar berguchi e'tibori bo'yicha demakchi. Ya'ni Alloh taolo bir gapni qilgan bo'lsa, hammasi rost. Uni yolg'on bo'lishi uchun, garchi xabariy shaklda bo'lsa-mu, unimi rost. Payg'ambarimizning deganimi shundoq. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. Endi rostchilik yoki yolg'onchilikni suhbatlash mumkin bo'ladi degan bu so'zimiz bilan insho chiqib ketadi. Chunki insho degan nima? Suhbatlaga olmaydi. Uni tuanda kelamiz. Chunki uni la yumkinu fihi zalik. Chunki uni mumkin bo'lmaydi. Chunki uning dalolat qilgan ma'nosi laysa mukhbiran anhu. Unda xabar berilguchi emas. Hattoki uni rostchil yoki rost yoki yolg'on deyish mumkin bo'lg'ili uning medlule, ya'ni bildirgan ma'nosi xabar berilgan narsa emas. U degan buyruq, insho degan. Shundaqo yoki istifhom yoki tamanni. Biz buni balog'at darsligimizda o'qib bo'ldik. Lizatihi degan so'zdan chiqib ketdi. Al-xabar allazi la yahtamilu sidq. Aw la yahtamilu al-kizb. Rostchilikning ehtimoli yo'q yoki yolg'onchilik ehtimoli yo'q so'zlar chiqib ketdi. Bu bi'atibar al-muxbir bi. Xabar berguchining e'tibori bo'yicha. Masalan, Musaylima kazzab davomli yolg'onlam so'zlaydigan kishiningki bir gap qilgan bo'lsa, uning rostga ehtimoli yo'q. Bunday odamga qilgan bo'lsa, bu buni rost degan olmaydi. Cho'qim yolg'on deymiz. Alloh va uning payg'ambariga o'xshash yolg'on gap qilmaydigan so'z bo'lib qolsa, uni keskin deymiz, rost deymiz, yolg'on deyish ehtimoli bo'lmaydi. Va zalika anna al-xabar min hayth al-mukhbir bihi thalath aqsam. Asho, ya'ni xabar berilish jihatda 3 qismga bo'linadi. Birinchisi ma la yumkin wasfu bil kadbi xabar ka xabarillahi va rasulihi as-sabit anhu. Ya'ni uni yolg'onchilik bilan suhbatlash mumkin bo'lmaydigan xabarlar Alloh va uning rasulidan sabit bo'lgan xabarlarga o'xshash. Ikkinchisi uni rostchilik bilan suhbatlash mumkin bo'lmaydigan xabarlar, masalan, shar'iy jihatda mumkin bo'lmaydigan ishlar yoki aqliy jihatda mumkin bo'lmaydigan ishlarga o'xshash. Masalan, aqliy jihatda mumkin bo'lmaydigini juz'ining kuldan cho'ng'ilishi mumkin emas u. Juz'ining nimadan
kuldan cho'nglash mumkin emas. Shar'iy jihatda haroqning halol bo'lishi mumkin emas. Bir odam haroq shar'iy jihatda haroq halol degan bo'lsa, uni rasululloh bilan suhbatlash mumkinmi? Mumkin emas. O davomli yolg'on bilan suhbatlangan gap. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي. مثلا الشرعي جهة مستحيل وغني مثلا پیغمبر علیه السلام دین bir adam risaletini dava qilsa, yine peygamberlikni dava qilsa, dava qilgan bir xabar yetgan bo'lsa, bunun bo'ladi şer'i jihatdan mustahil. Rasululloh bilan suhbatlash ehtimoli bo'lmaydi. İkincisi, mesela aqliy jihatdan mumkin bo'lmaydigini kal xabar an ijtimai naqidin. Qarama-qarshi narsaning jug'lashganiga o'xshash. Men gap qildim ham jim turdim desam, bu yolg'on gap. Chunki gap qilish va jim turish qarama-qarshi narsa. U ikki tang bir holat qanaqa qilmaydi, jug'lashmaydi. Men bir vaqtda sakladim va o'ltadim. yoki bir vaqtda yugudim va uxladim. Mumkinmi? Mumkin emas. Shunga ka xabar an ijtimai naqidayn. Qarama-qarshi ikki narsaningki jug'lashidan xabar berganga o'xshash. Kal harakati va sukun. Harakat va sukunga o'xshash. Bir vaqtning o'zida, bir narsada fi ayn vahida. Bir narsada va bir vaqtda. Harakat va jim turishga o'xshash. Üçüncüsü, yani xabarninki üçüncüsü, birincisi yolg'on bilan suhbatlash mumkin bo'lmaydigini, ikkinchisi rasul bilan suhbatlash mumkin bo'lmaydigini, uchinchisi rasul bilan yoki yolg'on bilan suhbatlash mumkin bo'ldigini. Rasmida bo'ldigan yoki yolg'onda bo'ldigini. Imma ala sawa yoki barabar ishonga bo'lmaydigan 50-50 yoki o'sha ikkisini birini kuchlantirish bilan xuddi ka ixbari shaxsin an qudumin g'oib va nahvihi. Yo'qolib ketgan odamninki kelganligi to'g'risida bir odamning xabar berganiga o'xshash. Ishongalim bo'ldi, ishonmagalim bo'ldi. Buni ishonish bilan ishonmaslik bu tangma-tang bo'lishi mumkin. Endi kalamning ikkinchisi insho. Insho degani nima? Uni rost va yolg'on bilan suhbatlash mumkin bo'lmaydigini. Jumla qurilmasi e'tibori bilan qanaqa qilinmaydi, suhbatlash mumkin bo'lmaydi. Xabar berguvchi e'tibor bo'yicha emas. Masalan, izhab ket desam, bu gapni rost yolg'on degan bo'lamda bo'lmaydi. Layta shabab yaud, kashki yoshlik bir qaytgan bo'lsa, desam, majumini rost yolg'on degan bo'lamda bo'lmaydi. Hal zahabta, hal akalta ta'am, tamoq yedingmi desam, bu gapni rost yolg'on degan bo'lamda bo'lmaydi. Ya'ni inshoning qatoridan amri, buyruq, nahi va abudulloha va la tushriku bihi shay'a. Bu buyruq gap bu. Bu yuz bermagan ishni qanday rost yolg'on degan bo'ldi buyruqni. وقد يكون الكلام خبر وإنشاء باعتبارين كصيغة العقود اللفظية. Bazıda cümle bir vakitte haber ve inşa buludu. Mesela sosyal tıklanınki lafzi siğalarga o'xshash. Mesela qanda hem inşa hem haber bulalaydı desem. Mesela ben ma stakanni setib oldim desem, Mavcumdan xabar deymiz. Shunda o agar satib olgan bo'lsam rost bo'ladi, satib olmagan bo'lsam yolg'on bo'ladi. Demak bu xabar bo'ldi. Ammo bu ilgari yuz bergan ish. Men hozir bir odam bilan qo'llag'ilishib, satamsam mana oldim ha, akilanga deb qo'lga mushildim. Oldim ha dedim, ishtaraytu dedim masalan, yoki satdim dedi. Ma gapni xabar degilamdi, insho degilamdi. Buni ham xabar degildi, ham insho degildi. Nima uchun? Buning siyg'isi oldim o'tgan zaman shaklda xabar. Ammo ma'no jihatdan yuz bermadi bu. Rost yolg'on degilanmaydi. Shunday o. Demak, buni qanday degildi? Ham xabar, ham insho degildi. Shunga deydi, vaqad yakunul kalam, ba'zi kalam xabar va insho bo'ladi, bi'atibarin, ikki e'tiborni elib turib. Lafziy so'zning siyg'alari, qurilmalariga o'xshash. Masalan, bi'tu va qabiltu deganga o'xshagan. Oldim, sotdim deb naq so'zliqdagi gaplar. فإنها باعتبار دلالتها çünkü onun dalaletini yani bildiğin ma'nosini e'tibor qilib turib ala ma fi nafs al-aqid yani og'uchininki yani so'zati qilg'uchininki ko'ngildagi dalolatini e'tiboriga olib turib o xabar. Yani og'uchininki ko'ngildagini oldim shunday oldim bu xabar men ko'nglimda. Va bi'tibari tarattub al-aqd alayha insha. O aqdininki agishib kelishi e'tiborni olib turib o insho. So'di bulamdi, bo'lmamdi. Taxe. Buni taxe kelgusidagi ish shunday yuz bermadi. Buni e'tiborga olsak bu insho. Wa qad yati al-kalam bi surati al-khabar wal murad bihi insho va bil aks deydi.
Ba'zida jumla xabar siyg'isida keladi, ammo unidan maqsad o'g'inichi insha. Masalan, Alloh taolaninki val mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Talaq qilingan ayollar o'zlarini 3 quru kutsin, 3 hez yoki 3 paklanish muddati kutsin degan bu oyatdagi yatarabbasna esi kutudi. Normalda kutudi. Bu cümlenin kurulması nima o? Haber. Yani bu geniş zamanda, kenar bir zamanda bildirdi. Kütüdü. Talaq qilingan ayollar 3 quru kütüdü desem, kütken bolsa rastı güldi, kütmegen bolsa yalğan degildi. Ama bu yerdeki ma'nosi bu fe'l muzari shaklda kelgan bilan ma'nosi buyruq. Kutsin. Şuna siyg'isi xabar, ama onun maqsad qilinganicha insha. Yatarabbasna bi suratil xabar. Yani o xabar ma'ni suratida, amma undan bo'lgan maqsad buyruq. Va faidatu zalik bunun nim foydasi bo'lmanda xabar siyg'isi keltirib insha ifodalashning nim foydasi bor desa ta'kidlash. Kutudi jumu, ya'ni talaq qilingan ayollar 3 quru kutudi deb bir xil shuni kuchaytirishni ta'kidlashni bildiradi. Deydi. Va faidatu zalik ta'kidu fi'l ma'murun bihi. Buyurulgan ishni ta'kidlash o'shaning foydasi. Hatto xuddi o yuz bergan ish, kana amrun vaqi', yuz bergan ish yatahaddathu anhu, so'zlaydi o ishdan buyurulgan ishning sifatli buyurulg'uchininki sifatlaridan bir sifatga o'xshash so'zlaydi. Ya'ni bu yuz bergan bir ish, ya'ni talaq qilingan ayol degan 3 quru kutudi. Bu ayol talaq qilingan ayolning sifati bu. Biz o ayolning sifati haqida qanday qilyapmiz? So'zlayapmiz. Qarang ama Qur'onning balog'atiga. Bu talaq qilingan ayolning sifati bo'lish kerak u. 3 quru kutish. Deb texmi buyruqni qanday qilish kuchaytirish uchun bunday siga keltiradi. Masalan, ba'zida insha shaklda kelib, maqsad nima bo'ladi? Xabar. Masalan, va qalallazina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Kafir bo'lgan kishilar müminlarga bizning yo'limizga ergashinglar, Allohga kafir bo'linglar, uyan tomosha o'ynanglar. Wal nahmil khatayakum. Sizning gunohinglarni biz, xatoliklarni biz ko'tarayli. Bu yerda buyruq shaklda keldi. Buyruq degan nima edi? Insha. Ammo bu yerning ma'nosi shu, xabar. Ko'taramiz. Amaliyotga ko'taralamda? Yo'q, yolg'on degan bo'ldi uni, yolg'on. Shundaq-ku. Bu xabar. Bu yerdagi nahmil bi suratil amr. Amr g'oyib ma'nosida keraklik. Amma uning ma'nosidan xabar ma'ni maqsad. Ya'ni nahnu nahmil fi'l muzari. Biz ko'taramiz biz. Va faidatu zalik nim foydasi bo'lmada keltirganni tanzilu shay'il muxbir anhu manzilal mafrudil mulzam bihi deydi. Shuning foydasi xabar berilgan ishni cho'qim qilishga tegishlik lozim bo'ladigan bir o'ringa tushirish. Yani biz çoğum götürümüz sizlerinin xatolig'inglarni deb, yani götürüşümüz bizga lozim keladi deb, yani çoğum qilishga tegishlik farz bo'lgan, lozim bo'lgan bir o'ringa xabar qilingan ishni qanday qilish tushirish. Yani bu bir ta'kidlash. Unda bo'lsa arkadaşlar bizning bugungi darsimiz mushu yerda xalashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.